Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Ko'pchilik talabiga binoan ko'z kasalliklarida ishlatiladigan dorilar yig'masi haqida gapirib bering deyishgan edi. Bu narsa informatsiya o'laroq, yana bu oddiy reklama ham hisoblanadi. Chunki buyrak bilan davolanadigan surxondaryolik bemor akamiz buyrak dorilarini zakaz qilgan vaqtida ayolni zreniyasini pastligi haqida aytib o'tdi. Undan oldin kitoblik qashqadaryolik bir akamiz ko'zimiz zreniyasiga dori qilib bering iltimos degan edi. Shu sabab ularga men bir taktika qilgandim. Xullas, bu taktikani o'rgataman. Mana bu haqiqiy original zafaron. Zafaron haqida informatsiya berganimda maqsadni qo'yib ko'rsatuvdim misol qilib, chunki menda original zafaron qolmagan edi. Mana endi javob bo'ldi. Mana bu original zafaron bo'ladi, 1 gram bo'ladi. Buning ichida mana ranglari ham qizil, mana shunaqa chiroyli bo'ladi. Mana bu zafaron. Mana shundan 4 dona, 5 donadan 12 donagacha mumkin deganman. Kimdir aytibdi, 12 dona bu ko'p, organizmga nagruzka qivorasiz. Kerak bo'lsa 12 donagacha mumkin, bu adabiyotlarda bor. Lekin sizlarga 5 donadan, 6 donadan tavsiya beraman. Shunda dozasi yaxshi bo'ladi. Bir stakanga 5-6 ta donasini solib damlab qo'yasizlarda, keyin uni iste'mol qilasizlar. Mana buni zafaron deydi. Aynan original zafarondir. Bu narsani berib yuboramiz bemorimizga. Mana bu kanopcha degan narsa juda ko'pchilik reklama qiladi. Kanopcha balo qivoradi, battar qivoradi. Yo'q, mana kanopcha o'zi mavrak o'simligini urug'i bu aslida kanopcha. Ko'zi o'sha yamkasiga qo'yiladi. Buni mana otam qo'yardi. 1990-yillarda bemorlarga berib ko'zingga qo'yib olgin derdi. Mana shu narsa. Mana endi biz ishlatyapmiz-da. Ota kasb. Demak, bu narsa ko'zga qo'yib boriladi. Undan tashqari mana bunday aralashma bo'ladi. Demak, bu yerda nimalar bor? Bu yerda sumaq degan giyoh bor. Sumaxni ko'pchilik eshitgan, vitaminlarga boy, ko'zga juda foydasi katta. Undan tashqari ablipixa mevalari bor. Oddiy shipovnik namatakli mevasi bor. Keyin ziminniy korin bor. Tarkibida ginka biloba bor. Demak, mana shunaqa sostavda ichish kerak ekan, damlama qilib ichish kerak ekan. Bunaqa narsadan 6 ta berib yuboraman. Bitta solib turib, ustiga 1 litr qaynoq suvni qo'yib damlab qo'yasizlar, 1 soat. 1 soatdan keyin damlamani ichiladi. Demak, ko'z uchun shuncha narsa berilyapti. Natijada u insonni ko'zi tiqilar ekan, o'sha kitoblik akani hozir juda ham ko'zim yaxshi bo'lib ravshanlashib, tiqilmay qoldi. Rahmat doktor deganiga bu bu yaxshi effekt bergani uchun biz bu narsani o'sha akani ayollariga taklif qildik. Surxondaryoga jo'natyapmiz mana inshaalloh, xudo xolasa. Mana hammasi tayyor, deyarli. Demak, bemalol o'zingizlar ham uyda tayyorlasanglar bo'ladi yoki o'zingizlar tayyorlasanglar qimmatga tushasizlar, sababi ginka bilobalar. Mana bu hamma giyohlar menga o'zining narxida keladi va unga ko'p foyda qo'ymayman. Shu sababli bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Raqamim 90 349 05 30. Sizlar bilan doktor Ibragimov bo'ldi. Sog' bo'linglar. Hammaga shifoy komil, sog'lik tilayman. Salomat bo'linglar.